Do'stlik axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Jyul Vern. Suv ostida 80 ming kilometr. 19-asrning ikkinchi yarmida dengiz va okeanlarda to'satdan paydo bo'lgan suv jonivori omma e'tiboriga tushadi. U suzish tezligi va bahaybatligi bilan kitni ham ortda qoldirar edi. Ulkan suv maxluqi haqidagi gazeta sahifalarida tinimsiz yoritib borilayotgan turli taxminlar olimlarning qiziqishini uyg'otadi va maxsus ekspeditsiya uyushtirib uning iziga tushadilar. Bu suv jonivori bilan yaqindan tanishish faqatgina professor Aronnax va xizmatkori Kansel va garpunchi Letlandga nasib etadi. Ular hamma ulkan jonivor deb atagan kema bortiga tushib qoldilar hamda kapitan Nemoning suv osti kemasida butun dunyo bo'ylab ham xatarli, ham g'aroyib sarguzashtlarni boshdan kechiradilar. Asar qahramonlari bilan birga bo'lgan qit'alararo suv osti g'oyibona sayohat shubhasiz o'quvchining olam, tabiat, jonivorlar haqidagi tasavvurlarini boyitadi. Aziz kitobxonlar, ushbu asarimiz sizga manzur kelgan bo'lsa, bizning Do'stlik axborot kutubxona markazimizga tashrif buyuring. Mutolaa zavqidan bahramand bo'ling.